Tayyormizmi? Tayyormizmi? Demak, elektr qarshi qaysi raqamga belgilanadi? Birlagan? Elektr qarshilik o'lchamasmi? Elektr qarshiligimiz uzunlikka bog'liq ekan. Qanday bog'liq? Material turigachi? Bog'liq. Qanaqa bog'liq? To'g'ri proporsional. Demak, to'g'ri proporsional ekan. Bu nima degani? Oshsa Oshsa oshib, kamaysa kamayadi. Demak, kunlar kesim yuzasiga bog'liqmi? Qanaqa bog'liq? Bu nima degani? Kunlar kesim yuzasi katta turadigan bo'lsa, qarshilik kamayadi. Demak, bu tajribalar asosida uzunlashtirib, elektr qarshilik nimasini chiqaramiz? Formulani chiqaramiz. R barobar R ta'sir S. To'g'rimi? Bu elektr qarshilik, bu nima? Qarshilik, bu uzunlik, yuzar. Tushunarli? Elektr qarshiliklanadi. Tushunarlimi? Bu nima ekan? Bu rezistor ekan. Tushunarli? Buning oldiga elektr qarshiligimizni simbol bilan belgilar ekanmiz. Tushunarli? Demak, qaylar? Yozib qo'yganmiz rezistorlar hamda vositalar. To'g'rimi? Endi qaylar? Bizlarda nima bor? Zaryadchilarimiz bormi? O'sha zaryadchilarimizni tokini kamaytirishimiz kerak. To'g'rimi? Qayda transformatorcha qo'yib, bunga nima o'ylaymiz? Bir qancha bir sxemada nimalar ulab tashlagan. To'g'rimi? Mana. Sxema ko'ryapsizmi? Bir bog'la ulabdi-da. Bular nomini bizlar nima qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak bularni. To'g'rimi? Ana, mana shu mana mayda turgan mana bu ranglar belgilangan. Ha? Elektr mana bu asoblar nima ekan bu? Rezistorlar. Ha, barakalloh, rezistor ekan. Tushunarli? Rezistorning asosiy vazifasi nima? Asosiy vazifasi. Xo'sh. Bu nima qilib beradi? Ha? Xo'sh, mana qaranglar. Uyimizda tifol bormi? Bor. Ha? Uyimiz tifol bo'ladigan bo'lsa, o'sha tifolni yoqqan vaqtimiz nimasi yonadi? Chiroqchasi yonadi. To'g'rimi? Chiroqchasi yongan vaqtda u ingichka kichkina lampochka 220 ga tiqsak u kuyib qolmasdan yonib turibdi. Qanday qilib yoryapti u? Kuyib qolmaydi. Ustoz, mana rezistorlar Agar kimdaki uyida mobodo shunga buzilgan bo'lsa, o'sha lampochkani olib, bir tomoniga qarasalaring, u yerda mana bunaqangi ranglar bilan bezatilgan mana bunaqangi kichkinagina bir elementcha turibdi. Bu o'sha rezistor. Nima qiladi? Mana bir o'sha qarshilik kuchlanishni o'sha lampochkaga kamaytirib yetkazib beradi. Shuning uchun ham rezistorimiz nima ekan? Elektr zanjirdagi kuchlashni qilib beradi. Boshlab berar ekan. Tushunarlimi? Bir oldiga. Xo'sh, o'zi rezistor nima degan ma'no bildiradi? Qarshilik degan ma'noni bildirar ekan. Qaranglar. Ilgarigi oldingi qarshiliklarimiz mana bu katta edi. Ular yozilgan edi. Bu qarshiga nechiga teng? 110 ga teng ekan. Ko'rasizlar? Demak, elektr qarshimiz buniki 110 ekan. Mana buniki 10 kilo. To'g'rimi? 10 kiloga teng ekan. Bunda yozib qo'ygan, qarang. Yozuv bor. Bunda ham yozuv bor eylar. Endi qarasizlar. Hozirgi qarshiklarim juda kichikroq ketdi mana. Juda kichkinagilar. Buni yozalamizmi? Qayta yozamiz. Yozsak ham buni muqobil o'qiymiz, nima o'qiymiz? Insoni yo'q. Shuning uchun biz qulay variant o'ylab topdik. Nima qildik bilasizlarmi? Yozib o'tirmasdan buni ranglar jilosi bilan bezatdik. Tushunarlimi? O'sha ranglar klassifikatsiyasi asosida bu qarshilik nechaga teng ekanligini biz nima qilib qolamiz? Bilib olamiz. Bizlarga yozib qo'yish shart emas ekan. Mana shunga teng deyish ketmas ekan.
shunday rangning go'zalliklariga bir e'tibor beramiz. Rang bo'yicha shunday klassifikatsiyaga shunday qaraymizligini shunchaga teng ekan deb aytib qo'yamiz. Tushunarlimi? Ana hajm kichraydi, yozishimiz shart emas. Ranglar jilosi yordamida nima qilamiz? Bilib olaveramiz. Demak, bu narsamiz nima dedik? Rezistor. Mana, to'g'rimi? Rezistorimiz aniq bir qarshilikka ega. Tushunarlimi? Bularda ham, mana bularda ham qarshiligini bir o'zgartira olamizmi? Yo'q. Chunki bu o'sha sopolgami, nimagadir o'rab, o'sha simdan o'ramidan hozir qilingan bu. To'g'rimi? Kitobdagi rasm berib turgan. Qaranglar. Nechinchi rasm? 163-betdagi bu rasmda qaranglar. Demak, buni qarshiligini bizlar nima qilamiz ekanmiz? O'zgartira olmaymiz ekan. Tushunarli? Endi mabodo bizlarga o'zgartirish kerak bo'lib qolsa-chi? Nimadan foydalanamiz? Vo, barakalla, mana. Tok kuchi yoki kuchlanishni rostlaydigan asbob nima dedik? Riyostat. Tushunarli? Mana, elektr qarshimizni bemalol nima qila olamiz? Bizlar o'zgartira olamiz. Demak, buni qarshiligi 0dan atomgacha o'zgarar ekan. Mana, qarshiligi 0dan qanchacha o'zgarar ekan? Atomgacha o'zgarar ekan. Elektr qarshiligini o'lchaydigan asbob nima dedik? Barakalla, hozir bunga tok kerak-ku. Endi buning zamonaviy variantidan foydalanamiz. Mana, buning nomi nima dedik? Tester, ya'ni multimetr deyiladi. Bu kuchlanishni ham o'lchaydi, tok kuchini ham o'lchaydi, qarshiliklarni ham, o'zgaruvchan, o'zgarmaslik hammasini nima qilar ekan? O'lchar ekan. Hozir nima qilamiz? Qaranglar. Bittasini o'lchab ko'ramiz. Buni qarshiligi nechi? 100 ohmga teng ekan, to'g'rimi? Ushlab turing. Endi hozir rostdan ham 100 mi, 100 emasmi? Nima qilamiz bizlar? O'lchab ko'ramiz. Demak, buni nima qilamiz? O'sha 100 dan sal oshiqroqqa qo'yib olamiz. 200 ga qo'ydim. 200 ohmgacha nima qilib bera oladi? O'lchab bera oladi. Ushlab turing. Mana. Endi nima qilamiz? 2 uchiga tekizamiz. Ko'taringlar. Ha, qo'rqasizmi? Bo'ldi, mana. Nechi? 10, to'g'rimi? Ora butundan keyingi inobatga olinmaydi, xatoliklar bo'ladi-ku. Demak, nechi bo'lyapti? 10 kilomga teng ekan. Bu nechi yozgan? 10. To'g'rimi ekan? Demak, qancha ko'rsatyapti? 10 kilomni ko'rsatyapti. Ko'rdingmi? Endi mana bu mayda qarshiliklarimiz mana. Mana bunda ham bor. Faqat nimadan olingan bunga? Dioddan olingan. Qaranglar maydacha. Endi xo'sh, buni olamiz. Buni yana tasqan. Mana qaranglar. Magnitofonlarning ovozini ko'tarib tushiramiz-ku. To'g'rimi? Muruvvatini buraymizmi? Muruvvatini buraymiz. Endi qaranglar. Xuddi o'shanda ham nima qilib foydalanadi? Mana shunaqangi riyosatdan potentsiometr sifatida foydalanadi. Bu vaqtda nima? Uni muruvvatini burash yordamida ovozni ko'tarish yoki nima qilish mumkin? Tushirish mumkin.